Assalomu alaykum. Mening atim Lyudovik Baniya. Men fransuzman. Men musulmon emasman. 8 oydan beri Indiyani qidirib juram. Mening yoshim 18da. Inshaalloh agar ma'qul bo'lsangiz, siz menen yaqindan сөйлөшөйүн degan niyetim bor. Biroq mening hozir berayin degan suro'm mundaycha. Eğer adashmasam, siz Qur'on suralarining bir oyatida iymon keltirgan mo'min musulmonlardan qo'rqinchli dushmani Jo'tlar menen butparastlar ekenligi to'g'ri xabar kelgan degan elengiz. Bilebis hozirgi uchurda Palestina menen Izrail o'rtasida qag'ilishuv bo'lib жатат. Ушул qag'ilishuvlarning sababi jo'g'oridagi oyatda musulmonlar menen Jo'tlar dushman deb to'g'ri emas chechmelölerden ulam bu chirchatoqlarga sebep bo'lib жаткандыр balkim. Bir tuğanımız жақшы bir so'rov berdi. Qur'oni Karimning Maida surasi 82-oyatida mo'minlarga odamlardan eng qattiq dushman Jo'tlar jana mushriklar ekanini tabasin. Alardan iymon keltirganlarga do'stligi yaqinrog'i xristianlar degan oyat bo'yicha so'rov berildi. Qur'ondagi bu oyatdan musulmonlar Jo'tlar menen so'g'ishu kerak degan ma'ni chiqabi? Yo'q, oyatda musulmonlar menen Jo'tlar so'g'ishu kerak deyilgan yo'q. Biroq oyatda Jo'tlardan iymon keltirganlarga eng dushmani ekanini ko'rasing deb aytilib жатат. Alar menen so'g'ishqila deb aytilgan yo'q. Bul жерде kelajekda Jo'tlar musulmonlarga dushman bo'ladi deb aytilуда. Albatta alardan bari emas, sebebi Jo'tlardan ko'pi islom dinini qabul alishgan. Biroq jalpisidan olib qaraganda Jo'tlardan musulmonlarga dushmanlik qilib жатқанын, xristianlardan mo'minlarga yaqin ekanini bayqasak bo'ladi. Jalpisidan ушундай, bul fakt. Bu oyatda Qur'on Jo'tlarning kelajakda musulmonlarning qo'rqinchli dushmanlarining biri bo'larini boljo'lini aytib жатат. Ушул жерде biz falsifikasyon testi qo'llanishimiz mumkin. Kelgile boljo'ldoylu. Hozir Jo'tlar jamoati cho'g'ilib, Qur'onning жалган ekanini dalildөө maqsadында bo'lgani 3-4 yil xristianlar menen do'stlaşıp, Palestinadagi so'g'ishni to'xtatamiz deb aytuvsi mumkin. Palestinadagi o'qиялар baribizga ma'lum. Jo'tlar Gitler tarafından quvuntuqqa alingan. Gitler 6 million Jo'tni qamagan bolchu, so'ng Germaniyadan quvib chiqargan. Arablar, boshqacha aytganda Palestinaliklar Jo'tlarni ahlan va sahlan deb quchoq-chayib to'sib olishgan. Bir necha yildan keyin Arablarni o'z uylaridan quvib chiqishdi. Emi elestetgile, uyingizga bir qo'noq kelib, joylashib olgandan keyin seni uyingdan quvib chiqdi. Andan so'ng siz uyimni tartib oldi deb qo'zg'olon qilib yordam so'rab жатқан odamni terrorist deb aytasiz. Bu logikaga siybagan narsa ekanini tushunib жатқанdirsiz bir tuğan. Alar qiluvchi kerak bo'lgan narsa bir necha yil birgib masalani chechish kerak. Masala emne bo'lib жатат? Hozirgi kunda Amerika Jo'tlarning qo'l ostida bo'lib, Amerikadagi banklar, aqcha jana hukumat bularning bari Jo'tlar tarafidan boshqariladi. Amerikadagi izlanuvlarga qaraganda, qaysidir bir odam Davud yildizi atli simvolni bosib o'tmayincha Amerika prezidentligine talabkor bo'la olmaydi ekan. Jo'tlar Amerika xalqining bo'lgani 5%dan ozin tuzat. Biroq buga qarabasdan Amerikaday cho'ng mamlakatni boshqarib keluvdi. Emi Amerikani boshqara olishat ekan. Emne uchun Jo'tlar bir necha yilga kelishim tuzib, Palestinadagi qag'ilishuvlarni to'xtata olishmaydi. Bir ömürge emas bo'lgani bir necha yilga, 4-5 yilga ele ko'yga qalbayt bolchu. Biz musulmonlar Jo'tlar menen so'g'ishali deb жатқан жоqmiz. Teskerisincha, Qur'onda agar dushmaning tinchlikqa kelsa, sen de tinchlikqa kel deb aytilgan. Bu Anfal surasi 61-oyatda kelgan. Agar alar tinchlikqa kelsa, biz de tinchlikqa kelishimiz kerak. Qur'on har doim tinchlik tarafında. Biroq alar tinchlikqa qalabasa, bizga qarshi so'g'ish boshlasa, biz emne qilishimiz kerak? Islom salomat dini. Biroq janagi oyatda bir eskertuv bor. Bizga Jo'tlardan saq bo'lg'ila jana alar o'zlari urmayincha so'qqi urbag'ila deb eskertilganmiz. Emi Palestinada jana dunyoning boshqa yerlarida bo'lib жатқан o'qiyalarni o'ylang'ila. Demek bir tuğanım tinchlik bo'lishi uchun Qur'ondan ko'rsatmalarini atqaruv kerak ekan. Eğer dushman bo'lsa da kelishimga chaqirsa, ag'a baru degandik. Qur'on Jo'tlar dushman bo'lishi kerak degan yo'q, balkim dushman bo'ladi deb aytib жатат. Umid qilaman so'rovingizga javob bera oldim. Rahmat.